odam turishiga qarab bilsa bo'ladi примерно qanday Ha, yashashni. ha, bilasiz. Chunki hozir ozg'inlik endi 30 plus. Ozg'inlik bu elitniy narsa bo'lib qoldi-da 30-35 plusda. Ya'ni hammaga ham emas ozg'in bo'lish. Yo'q, menga emas. Siz ancha kelib qoldingiz formaga. Yo'q, o'rmay keldim, to'g'rilik. 35 dan keyin. Mehnat talab qiladi-da. Da, tushundim. Men Xarakter talab qiladi. hozir bitta narsani o'ylayapman-da, mana siz fikringiz mana shu joyda qiziq. Даже Ravshan siz haligi mana ikkitanglar fikringlarda. Men hozir mana sport zal chiqishni boshladim deylik. Men nimaga e'tibor beryapman? Erkaklarni oladigan bo'lsa, ya'ni erkaklar mavzusiga qaytyapman. Qaranglar. Sport zalda plus 35 moshni hammasi. Shunaqa baquvvatda keladi, oxirgacha 2 soat shug'ullanib, terlab, pishib, ortiqcha gaplashmasdan ketadi ishini bajaradi. 20 yoshli bolalar keladi. Maynochilik. Bir Bekorchilik. hilpiraganda ko'p haligi shamol bo'lsa tushib ketadi-da. Bir haligi Hali metabolizm zo'r. mana o'zimiz bolalarda, yo, по сути 18-20 yoshda testosteron ancha ko'p bo'lish kerak. 40 yoshda ancha baland-da. Da, lekin anaqa mamlaqa sal yumshoq keyin keladi, mana aytaylik qo'lda mazollarim bor deylik. Perchatka kiyib oladi-da. Perchatka kiyibsan desa qo'lim qattiq qilib ketadi. Erkak kishi qo'l qanaqa bo'lish kerak? Ya, masala 35 plusdan hammasi, men o'ylayman, taxminim endi nimaga shug'ullanayotganini biladi ular. Ongli Yoshlikda hali shunchaki Ya'ni buyan chiqdi mana ham. Zachemni biladi. Mana rus tilini yaxshi bilasiz-ku, zachemligini biladi. Ana 20 yoshlar почемуni biladi. Ya'ni nima uchun sport shug'ullanyapsan desa, u aytish mumkin. Ya'ni nimaga shu sport tanlaganini aytish mumkin. Mana u narsada kerak bo'lib qolar boshqa. Lekin 35 yoshliklar nima uchun, nima sabab, nima maqsadda shug'ullanayotganini biladi. Ya'ni ularni konkret agar bu bo'lmasa boshqasi bilan shug'ullanaverardi u. Lekin shug'ullanayotgan bo'lardi. Yo'q, zamon masalasida. Bitta narsa, ya'ni mana shu keyin уже Ravshan savollari bor menimcha. Qani, yig'ilib qoldi. Ne, bizda ham unaqa bo'lardi. Mana trenerimiz, hozir eski trenerim qaytdi Rossiyadan. Men aytdim, "Okendim, давайте zal ochib, men ta'minlayman" dedim. Men sharoitlar qilib beraman, boshqa qilib beraman, tatami yotqizib beraman. Hamma nech pul ketsa, men qilib beraman bu narsani. Просто тренировка o'tasiz. Menga bir tiyin pul kerak emas. Bu endi yoshi katta odam, o'zi birinchi men shug'ullantirgan insonlardan biri. Ustozim. Aytyapti, Davron deyapti, bolalarni ilgari shug'ullantira olmayman. Ota-onalardan pretenziya. Avlodnikini aytyapsiz siz buni. Qiynalib ketyapti-da bolalar. Ya'ni, misol uchun mana biz kalta yerdik. Spetsial xipchim bordi. Kalta yerdik, qovurg'iga tepalarida boshqa bo'lardi. Kelibsa qongacha urardi trener. Biror marta birorta ota-ona kelib janjallashmagan. Bu birinchi masala. Men bolani urishni tarafini olmayman, просто fenomenda bu men uchun. Ikkinchi masala, mana biz qorda yugurardik. Ko'kushingda shug'ullanganimizda. Men esimda bor, yugurib ketyapmiz, cross, oyoqqa shisha kirdi mana shunday. Nima qildim? Sug'urdim, tashladim, darsh yugurdim. Na bir kasal bo'lganman, na nimadir bo'lganda menga. Hozir Adham dzyudodan trenovka o'tadi. Og'ir nagruska beryapsiz deb ota-onalar kelib janjal qiladi. Hayron qolasiz. Ota-onalar nima gap? Ya'ni bolaga bu darajada yumshoqlik nimaga olib Ziyonishlik. O'sha qayta o'sha chegara qayerda? Bolani o'ldirib olish kerak emas-ku. Tarbiyada shu chegarani qanday ushlash kerak? Siz qanaqasiz? Boyga qanaqa tugataman, keyin bunga javob beraman. Ikkinchi foydasi sportda raqib bilansiz doim yakka kurashda aynan. Doim raqib bor, hayot o'zi kurashu. G'oyalaringiz uchun kurashishingiz kerak, resurs talashishingiz kerak, raqobat bor. Analogiya ko'p kelaveradi-da. Ya'ni ko'p o'xshaturasan. Misol uchun o'zidan kuchli kelib qoldi. Kuch ishlatasizmi? Yo'q. Chunki o'zidan kuchli. Demak, siz nima qilasiz? Uni xato qilishini poylashingiz mumkin. O'ntga qaraganda xato qiladi. Sunsi aytganda ham kuchsiz tomonini topasiz, Achilles piyatasini, ya'ni o'sha joyini topib turib o'sha joyini poylaysiz yoki chalg'itishingiz mumkin yoki o'zingiz deylik kutmagan joydan zarba. Ya'ni analogiya kelaveradi, chunki siz tanangizda his qilgansiz. Shuning ikkinchi foydasi. Endi boyga joyga yetadigan bo'lsak, mashhur tarbiyachi bor, fransuz Jean-Jacques Rousseau. Uni gapini ko'p aytaman men. O'g'il bolalarni olib kelishar ekan, unga tarbiya qilib bering menga deb. Tarbiya qilib berganda, bo'ldi, men o'g'lingizni tarbiya qilaman der ekan. Bitta shartim bor faqat, hayotiga javob bermayman der ekan. Nima u hayotiga javob bermaysa, u risksiz o'g'il bolani katta qilib bo'lmaydi deydi. Biz ota-onalar o'zimiz ham ota-onaga qo'yib berishimiz mumkin bo'lgan joyda non-fatal, ya'ni o'limga olib bormaydigan risklarga qo'yib berishimiz kerak. Bola hozir risk qilmaydi. Aynan o'g'il bola risksiz, uni hayot emas.
o'g'il bolalarga risk qilishga qo'yib berishimiz kerak biz.